Alloh uchun harakatlaning, Alloh uchun to'xtang. Alloh uchun o'qing, o'qiting. Mana shunda inshaalloh kishi ilmidan o'zi ham boshqalar ham manfaat oladi inshaalloh. Endi kishi qaysi bir sohada yuqorida aytgan gapimiz mutaxassis bo'lsa, o'sha kishi o'sha soha bilan solih amal taqdim qilgan bo'ladi va Alloh subhanahu va taoloning oldida yuqori daraja oladi. Shuning uchun Hazrati Ali roziyallohu anhu aytganlarki, qiymatu kulli imri'in ma yuhsinu. Har bir kishining qiymati nimani yaxshi qilsa o'shan bilan bo'ladi. Nimani yaxshi bajara olsa, o'shan bilan uni qiymati belgilanadi deganlar. Bu ilm yo'lida to'siqlardan bittasi esimga kelib qoldi. Vaqtni surish, ya'ni ertaga qilaman, indin qilaman deyish, o'zingizni isloh qilishni, ilmga vaqt ajratishni, tartib intizomga tushishni kechga surish eng katta ofatlardan. Anas ibn Malik roziyallohu anhu at-taswif, ya'ni savfa af'al, hali qilaman deb kechga surish shaytonning qo'shinlaridan bir lashkardir deganlar. Bunga hushyor bo'lish kerak.